Mana kekolar kecha urushgan Ganoyda holati juda ko'pchilik so'rab turadi. Mana polvon. Joning sog' bo'lgan. Mana 4 kilo 8 kekolar hozirgi holati. Kecha tashlab beraman deb bugun olib chiqishdan tashlab qo'yapman. Joning sog' bo'lgan. Haqiqiy gerakil xo'roz. 5 kilo 200 da yaxshisi bo'ladi, xudo xolasa. Mana panjalari ham. Joning sog' bo'lgan. Ana, puliga kelishib bo'lsa olaverasizlar, ko'klar. Jiyan bitta qo'lingizga olingchi, qo'lda turganini ham ko'raylikchi polvonni. Mana joning sog' bo'lgan. Kattani ishqibozlarga, ko'klar yuruvi ham yomon, kaltigi ham zo'r. Ikkala tomonni o'rab miqqoqqandek qoqib uradi. Joning sog' bo'lgan. Bitta yerga qo'yib oling. Joning namoyishi. Mana vashi yelkasi ham yelkali. Mana nima sababdan buni mana o'rdak qilib yurib olishimizni sababi. Endi tushunadi buni. Kundalarda otasi mana shu xo'roz bo'ladi. Bu sotilmaydi. Hali sotilmaydigan narsani o'zi bebaho sotilmaydi deydi-yu. Hali ko'pchilik aytadi sotilmaydigan narsani o'zi yo'q deb. Lekin sotilmaydi. Zotda bu duplet yutgan xo'roz mana shu. Endi qaysidir ana nimasida bir o'ynash vaqtida. Lekin xo'roz 9 ta yutgan xo'roz mana shu to'nka toj bo'ladi. O jonivor. Sotilmaydi bolaga bu. To'nka toj mana shu xo'rozim. Assalomu alaykum ishqibozlar. Bu makiyon $1000 ga ham sotilmaydi. Bu mana Koreyadan kelgan makiyon. Buni ikkala ko'zi ham ko'rmaydi, nimtak ko'radi xolos. Qancha desam bo'ladi? Bir 90-80% ko'radi xolos bu makiyon. Mashi samolyotda Koreyadan kelgan makiyon. Buni mashi bollari. Sizlarga men zotimni tanishtiray. Mashi makiyon bollari bu makiyondan 3 ta kelgan, bitta xo'roz kelgan. Buni aralashtirib bir-biriga kelgan chatishtirib, o'ziga o'zi qilib ham bola olganmiz. Mana shu o'ziga o'zi bo'lgan xo'rozlar. Mana o'ni makiyonlari o'ni yotibdi. Bu yerda oq makiyonim bor, mana o'ziga o'zi bo'lib tushgan. Bundan 2 ta. Xullas bular sotilmaydi. Hammasidan liniyada endi zotga olib qolaman-da. O'shuning uchun bitta auditoriyaga obzor qilib beryapman xolos. Bulardan hammasidan zotga zot qolganlar. Bu kariz xo'rozga Koreyadan kelgan makiyonimni qizini qo'shib ham bolasini olganman. Mana mashalar o'sha makiyondan tushgan, pixlaydi enasidan tushgan, enasini qizidan tushgan xo'rozlar. Mana kariz xo'rozga Samarqand makiyonim bor edi. Laqabi Samarqand makiyon edi. Hali 40 toji. 40 milliondan 13 milliondan o'ynab yutgandi, enasi mana shu tushgan. Lekin ishqibozlar, mana o'sha 80 milliondan o'ynagan kundani otasi. Mana shu bu sotilmaydi, bu bo'ladi. Bunisi so'rayapti, berilmaydi ham. Bu yoqqa makiyonni bo'lsa olib kelib bostirib berishimiz mumkin. Lekin xo'roz hech qayerga siljimaydi. Mana shu kunda xo'roz. 80 milliondan urushganda otasi reklama qilingan jo'jalarni, makiyonlarni otasi mana shu kunda xo'roz. Ishqiboziga jo'jalari sotiladi. Xo'roz arendaga, bolaga yoqqa chiqmaydi, lekin xafa bo'lish yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana o'sha 80 milliondan urushgan kundani pasti sherigi. Mana shu kunda bu 3 ta yutdi bu ham. Haligini esa tuxum sindirib yutdimi, falon qildimi deyapti. Unaqangi negativ, sassiq gaplarga umuman e'tibor bermayman, yozib o'tirmay qo'yaveringlar. Mana shu kunda o'shani hamtanasi bo'ladi mana. Oyoqlari ham hozir o'shalarni otasini ko'rsataman men.
Mana mana shu kunda. Bu sotilmaydi. Bu tomoshaga. Prosta bundan ham bola olinyapti. Bu ham mana polvon tulovdagi xo'roz. Xudo xolasa bu yil o'ynaladi bu ham yana. 3 ta yutdi bu. Jonivor. O'ldirib bor. Ana kela. Mana amaliga to'g'ri olib keldik mana. O'shamo. Joning sog'i birga. Sakrashini qo'ydi, sakrash.